Mana bu Harromanni qilgan ishini bir ko'ringlar. O'rtoqlar, bu video imminni qayerda tasvirga olinganligi noma'lum, lekin shu masjidlarning birida bo'lgan. Mana bu o'g'ri masjidga kirib turib, tipa namoz o'qiganga o'xshab rol o'ynagan, atrof muhitga qarab turgan, shu odamlar yo'qmi? И hech kim yo'qligidan foydalanib, mana shu ehson qutisidan pullarni o'g'irlagan o'rtoqlar. Bu ehson qutisi o'rtoqlar bilasizlar, gapirishim shart emas, shu masjidni elektr energiyasi uchun, suvi uchun yokida qandaydir bir remont uchun ishlatiladigan pulni mana bu xorrami o'zini cho'ntagiga o'g'irlab ketgan o'rtoqlar. Yaxshiyamki shunaqa masjidlarga kamera qo'yishni boshlashdi. Agarda kamera bo'lmaganda uje holimizga voy edi o'rtoqlar. O'zingizlarning fikringlarni kommentariyaga yozib ketinglar. Bunaqa harromalar uchun qanday bir jazo qo'llash mumkin yokida bir bunaqa masjidga kirib o'g'irlik qilayotganlar uchun bir jinoiy javobgarlik bormi yoki qandaydir bir shtraf bormi yoki qonuniy biron bir jazo bormi o'rtoqlar?